A va B qishloqlar orasidagi masofa 40 kilometr. Boyagi bu ishlagan masalamizga o'xshaydi-ku, lekin bitta murakkabligi bor buning. Bu yerda nima deyapti? Bu qishloqlardan bir vaqtda bir xil AB yo'nalishda deyapti. Ana shu joyi bor. Ya'ni ikkita qishloq bor. Misol bunday qo'y. İkkalasining orasidagi masofa 40 kilometr. Bu 40 kilometr bo'lsa, bu qishloqlardan bir vaqtda bir xil AB yo'nalishda deyapti. Ya'ni bu qishloqlardan, mana bu qishloqdan bitta ketyapti, bu yoqqa bitta yo'nalish. Qaysi yo'nalish? AB yo'nalishi, ya'ni A'dan B'ga degan. Mana shu yo'nalishda. Yana bitta mashina u ham bu yo'nalishda ketyapti degan. Tushundingizmi? Boyagi masalamizda ikkalasi bir-biriga qarab kelayotdi, to'g'rimi? Yoki uni avvallar bir-biridan bu yoqqa qarab qochayotdi, lekin endi ikkalasi bir tomonga yuryapti. Bittasi bu yoqdan yuryapti, bittasi bu yoqdan yuryapti. Endi masalani aytish bo'yicha A'dan chiqqan mashina tezligi 60, B'dan chiqqan mashinaniki undan 10 km/soat tezlik kam. Endi sizlarga savol. A'dagi mashinaning tezligi, B'dagi mashinaning tezligi. Oxir bir-biriga nima qilish kerak ular? Qayerdadir uchrashish kerak, to'g'rimi? Qaysi nuqtada uchrashish kerak ular, ha? Xo'p, o'sha uchrashadigan nuqtaga borish uchun Muhammad, senga savol. Qaysi bir mashinaning tezligi katta bo'lishi kerak? A'niki katta bo'lishi kerak. To'g'rimi? Chunki voqeadan bo'ladi-da. Demak, buniki qancha ekan? 60. Xo'p, buniki 60 kilometr soat. Buniki-chi? 50. Buniki 50. Nimaga? Chunki 10 kam deyapti. Shu soat avvalda qo'yib, sekundga chaqirishmaslik uchun. Xo'p, shunaqa bo'ldi. Demak, endi bizda bitta narsa kiritiladi bu yerda, yaqinlashish tezligi degan narsa kiritiladi. Yaqinlashish tezligi qancha bo'lardi? 110 km. Xo'p, bularning orasida tezligimizni qo'shib olamizmi? Topish uchun. Ha? O'ylanglar-da. Boyagiga o'xshab kichikroq narsa qo'yinglar. Masalan, bitta odam o'zlari ishlaydilar, men hozir kunda ishlab qo'yaversam. Kichkina bola bo'lsa, orasidagi masofa masalan 4 metr bo'lsin. Bu odam 1 sekundda 3 metr yuradi. Bu bola esa 1 sekundda 1 metr yuradi. Sizlarga savol bersam, qancha vaqtdan keyin bu odam bu bolani yetib oladi desam? 2 sekund. 2 sekund qayerdan bilasiz? Bir qadam bo'lsa, bir qadam bo'lsa, keyin orasi 5 metr bo'ladi. Keyin bir qadam bo'lsa 2 metr bo'ladi. Yana bir qadam bo'lsa 3 metr bo'ladi. Keyin yana bir qadam bo'lsa, keyin Muhammad tushunyapsanmi yo'qmi? Buni tasavvur ko'rding shuni? Orqadan 3 metr yuribdi, bu 1 metr yuribdi. Orasidagi masofa 4 metr. Necha sekund ketadi? Shuni tasavvur ko'r. Ha? Necha sekund ketadi? Hop, yordam bering bakalım. Dedik bana mana odam yerda turdi kattasi. 1, 2, 3, 4 metrdan kichkinasi turibdi desam. Xo'p. 1 sekundda 1 deganimizda mana necha metr yuradi? 3 metr. Bu 1, 2, 3 ga keladi menikilar. Mana qayerga keladi? Bu 5. Bu bu yerga keladi. Şimdi hozir mana yerda turibdi, mana bu yerda turibdi. To'g'rimi?
Orasidagi masofa boya necha edi? 4. Hozir necha bo'lib qoldi? 2 bo'ldi. Xo'p, endi hali yetmayapti, to'g'rimi? Qancha vaqt o'tdi o'zi bizda hozir? 1 sekund o'tdi. Yana 1 sekund yursa bu qayerga boradi? Bu yerda 6 ga boradi. Desiga. Bu qayerga keladi? Bu ham 6 ga keladi. Demak, mana o'zi bu ham 2 metr, 1 metr yuraveribdi, bu ham 2 yuraveradi. Qanchada yetib olyapti? 2 sekundda. Bu tasavvur qildigan, mana shunaqa bo'lyapti ekan. Endi mana bu ham shunaqa bo'lyapti. Endi prosta odam emas, endi bu yerda mashina yurayapti. Masalan, 1 soatda qanchada yuradi, bu 1 soatda qanchada yuradi? Endi boya aytgan, yaqinlashish tezligi bu yerda necha? Yaqinlashish tezligi degani boya boshida bular orasidagi masofa 4 edi. 1 sekunddan keyin qancha bo'lib qoldi orasidagi masofa? 2 bo'lib qoldi. Demak, shunda boya 4 edi. 1 sekundda 2 bo'lib qolyapti. Demak, 1 sekundda qanchaga qisqaryapti orasidagi masofa? 2 ga qisqaryapti. Tushunasizlarmi? Agar demak, yaqinlashish tezligi 2 bo'lyapti. Har sekundda u 2 metr nima qilyapti? Yaqinlashib ketyapti. 1 sekundda 2 metr yaqinlashdi, keyingi sekundda yana 2 metr yaqinlashib oldi. Endi ana shu yaqinlashish tezligi bunda nima bo'ladi? Har soatda qancha masofa yaqinlashadi bular? 10. U demak, uni qanday topib olyapmiz yaqinlashish tezligini biz? Aytlashyapmiz. Tushunarli? Demak, har soatda 10 kilometr yaqinlashsa, o'z orasidagi masofa qancha edi boshida? 40 kilometr masofa edi. Demak, 40 kilometr masofani qachon yo'qqa aylantiradi, nolga aylantiradi? Har sekund, har soatda 10 metr, 10 kilometrga yaqinlashsa. Nega? Chunki bu 1 soat. Xo'p, 1 soatdan keyin ikkalasi orasidagi masofa qancha bo'lib qoladi? 70. Nega 70? 30 bo'ladi. Men o'ylab ko'ringlar. Xo'p, orasidagi masofa 40. Bu qancha yuradi bu yoqqa? 50 yuradi. Bu qancha yuradi? 60 yuradi. Tasavvur qilib ko'ringlar shu yerni. O'zlari hozir ishlab qo'yaversin, sizlar esa o'rganmay qolasizlar. Qanday yaqinlashyapti tushunasiz? Mana bunga o'xshab. Men sxema qilib berdim-ku mana. Buni bunday 30 yurgizdim, 3 yurgizdim, buni 1 yurgizdim, mana shunaqa qilib ko'rdim. Birinchi tasavvur qilinglar, keyin ishlarni tushunib olasizlar. Men nimadir ishlab berayotgan paytda shuni his qilasan. Ha, mana shunaqa bo'lyapti deyotgan narsa. Uning uchun birinchi tasavvur qilishlar. Qiling, sizib bo'lsa ham qilinglar bu narsani. O'zlari qanday yaqinlashayotganini. Mana endi agar mana qilib qo'ysalar bo'ladi. Bunday shkala qilib, masalan 0, 10, 20, 30, 40 va hokazo. Masalan, bitta yo'nalish berasiz. Просто tasavvur qilish o'rganinglar, keyin siz ko'rdilar. Sizinga, siz masalani tushundingizlar. Kelinmasdingiz. Sizlarda katak daftarlarning katagi bor, nima? Katakda har bir katak orasini 10-20 deb kessalar bo'ladi. Esaydimi? Tur bo'ladi. Masalan, birinchi o'zi. Mana unda tasavvurlarini birinchi chiqarib olaman. Nima bo'layotganini tushuntirib beraman. Keyin o'zi asli qanday bu chizmasdan ham turib qanday ishlashligini keyin ko'rsatib qo'yaman. Mayli? Demak, birinchi mana deylik mana shu yerda turibdi. A nuqtada. A nuqta bizda 0 bo'ladi. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130. Xullas, baribir yetmaydi. Lekin bunday jarayon tushunmoqchi kerak. Mana 0 dan o'zi bu 40 ta bo'lsa, mana bu nuqta mana yerda, to'g'rimi? Bu yerda edi, bu yerda edi. 1 soatdan keyin mana qancha yuradi? 60 yuradi. Mana yerga yuradi. 60 yurgan paytda bu yoqqa keldi. Mana bu 40 ga 50 yurganda 90 ga o'tadi. Buni pastdan chizdik. Orasida masofa qancha bo'lib qolyapti? 30 bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizlarmi? Boya 40 edi, endi 30 bo'ldi. Yana 1 soatdan keyin mana qayerga keladi? 120 ga keladi, to'g'rimi? Yana 60 yuradi chunki tezligi shunaqa-ku. 1 soatdan keyin 120 ga keladi. Mana 90 dan qayerga boradi? 90 dan 50 yurganda 140 ga boradi. Endi 120 bo'lib qolyapti orasida masofa. 20. Boya orasida masofa 30 bo'ldi mana. 20, 30. Keyingisi necha bo'ladi endi orasidagi masofa? 10. Undan keyingisi 0 ga yetishadi. Tushunyapsizlarmi? O'sha yaqinlashish tezligi bu har soatda u 10 kilometrga nima qilyapti? Bir-biriga yaqinlashib qolyapti har soatda. Demak, shunda birinchi soat o'zi 40 bo'lsa, keyin 1 soatdan keyin 30 bo'lyapti. 2 soatdan keyin 20 bo'lyapti. 3 soatdan keyin 10, 4 soatdan keyin ikkalasi bir-biri bilan teng bo'ladi, ya'ni uchrashyapti degan. Ana shu 4 soat. Bu tasavvuran ishlashimiz shunaqa bo'ladi. Tushundik-a? Endi ishlash qanaqa bo'ladi desa, ishlash ikkalasi ham bir tomonga yurgandan keyin biz boshida demak 60 kilometrdan 50 kilometr ayiramiz. 10 kilometr soat deb turib bu yaqinlashish tezligini topamiz. Yaqinlashish tezligidan keyin 40 o'z umumiy masofa orasidagi masofa 40 kilometrni yaqinlashish tezligi 10 kilometr soatga aqlamiz bo'lib o'ramiz. Necha chiqadi shunda? 4 chiqadi. Mana kilometr bilan kilometr qisqarganda 1 soatda chiqadi. Tushundingizmi? Demak, bizda 4 soatda bir-biri bilan uchrashish vaqti topildi. Keyin bizdan so'ralgan savolda, ya'ni ikkinchi mashinani, B nuqtadagi mashina uchrashish kungacha, ya'ni mana deylik bu yerda uchrashadigan, uchrashish nuqtasi bu yer bo'ladigan bo'lsa, o'sha uchrashish kungacha bo'lgan orasidagi masofa qancha yurishini toping degan. Demak, agar uning tezligi 50 km/soat bo'ladigan bo'lsa va u 50 km/soatdan keyin bilan yurib 4 soatdan keyin uchrashadigan bo'lsa, demak u 4 soat yuradi. Qancha masofa topish uchun biz topish uchun 50 km/soatni ko'paytiramiz 4 soatga. Shunda kelib chiqadiki bizga 4 × 50 200 birliklar soatga soat bir xil kelib turibdi. Soatlar qisqarib ketgandan keyin 200 km keladi. Demak, masalan javobi bizda 200 kilometrdan keyin ikkinchi B nuqtadagi mashinamiz 200 kilometrda yuradi uchrashish nuqtasigacha. A nuqtadagi mashinamiz esa ya'ni 240 km, ya'ni 40 km ko'proq yuradi. Chunki u yetishi mana shu 40 km masofani boshqa yoki buni topsak bo'ladi 60 km/soat. Ko'paytiramiz 4 soatga. Shunda 240 kelib chiqadi. Mana biz hozir ikkalasinikini ham topdik. Bizda masala bo'yicha lekin B nuqtanikini so'rayapti. Shunda javob 200 km bo'ladi. Bu A nuqtadagi mashinani emas, bosib o'tgan masofasi.